Meni sud va qamoq bilan qo'rqitishdi. Yer go'zali Shahrizoda Madaminova tanqidlar ortidagi haqiqatni aytdi. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. 2025-yilda nufuzli yer go'zali tanlovida ilk bor o'zbek qizi farg'onalik Shahrizoda Madaminova ishtirok etdi. Bu tanlov dunyodagi eng nufuzli 4 ta go'zallik tanlovlaridan biri hisoblanadi va undan turli mamlakatning 100 dan ortiq go'zal, aqlli va jamiyat rivojiga hissa qo'shadigan qizlari bellashishdi. Shahrizoda Daryo'ga bergan intervyusida sohasidagi mashaqqatlar va ijtimoiy tarmoqlardagi heyt haqida so'zlab berdi. Farg'onaning oddiy kamtarin oilasida tug'ilganman. Model bo'lish va kun kelib jahon sahnasining eng nufuzli go'zallik tanlovlarida ishtirok etish xayolimga ham kelmagan. Hatto qizlarga 16 yoshgacha xunuk qiz bo'lganman deb hazillashaman. Menda muvaffaqiyatga erishish xohishi nihoyatda yuqori bo'lgan va u meni Farg'onaning kichik moda uyi podiumida xalqaro tanlovlarga olib chiqqan. Ba'zilar modellik sohasini to'g'ri talqin etgani uchun avvaliga qarindoshlarimiz qarshi bo'lgan. Ammo onam menga ishongan va orzularimni amalga oshirishim uchun yordam bergan. Birinchi marta xalqaro go'zallik tanloviga taklif etishganida ammam yuk chamadonini bergan. Tog'am esa samolyot chiptasini xarid qilishimizga yordam bergan. Sahna liboslarim ham juda oddiy bo'lsa ham o'zimga bo'lgan ishonchim baland edi. 5 yil ichida ko'p narsalarga erishdim. Eng muhimi ota-onam ishonchini qozondim. Hozir qarindoshlarim faxrlanishadi. Hatto xalqaro tanlovlardagi rasmlarimni maqtanib tanishlarga ko'rsatishar ekan. Ba'zan go'zallik tanlovlari xalqqa nima beradi degan gap qulog'imga chalinadi. Bu tanlovlar ham xuddi sport yoki fan olimpiadalari kabi o'tkaziladi. Ma'lum tartib-qoidalari bor. Unda ishtirok etish uchun faqat go'zal bo'lish kerak degan qarash mutlaqo noto'g'ri. Go'zallik tanlovi ishtirokchilari sog'lom hayot tarziga rioya qilishi, xorijiy tillarni bilishi, madaniyatli va fikrlash doirasi keng bo'lishi kerak. Har bir tanlovda dunyoni o'ylantirayotgan muammo o'rtaga tashlanadi va qizlar bunga o'z munosabatlarini bildirishlari kerak. Masalan, yer go'zali tanlovida ekologiyani yaxshilash uchun nima qilish kerak? Savol o'rtaga tashlandi. Barcha ishtirokchilar ilmiy izlanishlar qilib, aniq faktlar asosida o'z fikrlarini aytishdi. 5 yil davomida ko'plab tanlovlarda ishtirok etdim, ammo keyingi vaqtlarda model yoki aktrisaman deyishga uyalyapman. Bu kasbim bilan bog'liq emas, shunchaki o'zimning yangi qirralarimni ochgim kelyapti. Bu borada ham ma'lum qadamlarni tashladim. Tadbirkorlikka qo'l urdim. 30 yoshgacha ishlab, keyin vaqtimni sayohat qilish va sevimli mashg'ulotlarim bilan o'tkazishni istayman. Lekin modellik borasida hamisha o'zimdan kichkina qizlarga yo'l yo'riq ko'rsatishga tayyorman. Chunki bu borada o'zim qiynalganman. Ustoz bo'lmagani ba'zan pand bergan. Xalqaro tanlovlarga borganda ba'zi ishtirokchilar davlat ramzlarini libos tarzida kiyib sahnaga chiqishganini ko'rgandim. Men ham qachondir shunga o'xshash libos kiyaman deb ko'nglimga tugib qo'ygandim. Ishlar bilan bo'lib yer go'zali tanloviga bir hafta qolganida shu fikr xayolimga kelib, dizaynerga bu haqda aytdim. Ulgura olmaysiz, mayli kelasi tanlovga tikib berasiz desam, harakat qilamiz. Qani nima xohlayotganingizni qog'ozga chizib bering dedi. Xullas, humo qushining qanotlari, toji va ko'ylakning pastki qavatiga nafis bayroq ranglaridan foydalangan holda ko'ylak eskizini chizib berdim. Xalqaro tanlovda kiyib chiqqanimiz uchun olqishlashadi, hatto buning uchun bizni taqdirlashadi degan umidda edim. Sahnaga kiyib chiqqanimdan keyin esdalik uchun bu rasmlarni ijtimoiy tarmoqdagi sahifamga joyladim. Ana shundan keyin hammasi boshlandi. Meni davlat ramziga hurmatsizlik qilganlikda ayblashdi. Hatto o'zini davlat idoralari vakillari deb tanishtirib, aeroportda meni qo'lga olishlari, sud bo'lishi va qamalishim haqida qo'rqitishdi. Onam qo'ng'iroq qilib rasmni olib tashla, boboyning qon bosimlari oshyapti dedilar. Ammo istamadim, ayb qilgan bo'lsam javobini ham beraman dedim. Qo'rqib Toshkentga qaytdim, ammo hech qanday gap so'z bo'lgani yo'q. Yoshlik qilib xatoga yo'l qo'ygandirman, ammo bu ishni yomon niyatda qilmadim. Har bir qiz, ayol go'zal bo'lishni istaydi. Albatta bu yaxshi. Ammo go'zallik tabiiylikda ekanligini unutmaslik kerak. Qoshlarimni terdirmayman, labimga ham filler quydirmayman, chunki go'zallik faqatgina ular bilan bog'liq emas. Inson avvalo ichki ruhiyatini tozalashi, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishi kerak. Masalan, bo'yim past, model bo'lishimga ko'pchilik ishonmagan.
Ammo o'zimga ishondim va o'z ustimda ishlab, uddalab bo'lmaydi deyishgan natijaga erishdim. Go'zallik tanlovlarida to'lachadan kelgan, bo'yi past yoki boshqa nuqsoni bor qizlar ham ishtirok etishyapti. Chunki go'zallik faqatgina tashqi ko'rinish bilan bog'liq emas. Modellar suvdan boshqa hech narsa yemaydimi deb ko'p so'rashadi. Boshqalarni bilmadim-u, ammo men risoladagidek ovqatlanaman. Faqat ovqat ratsionimda sabzavot, ko'kat va mevalar bo'lishini doimo nazorat qilaman. Bundan tashqari hamisha sport bilan shug'ullanaman. Musobaqalarga qatnashish oldidan esa mashg'ulotlarni 2 baravar ko'paytiraman. Chunki shunchaki dieta bilan ozgan teri bilan mashg'ulotlarda chiniqqanining holati turlicha bo'ladi. Bunday deyishimning o'ziga xos sabablari bor. Hayotda bir-ikkita erkaklardan pand yedim. Biznesda yoki reklama kelishuvida so'zida turmay ishonchimni yo'qotishgan. Shu bois og'zaki kelishuvga ishonmay faqat shartnoma asosida ishlashga qaror qilganman. Bu gapim bilan hamma erkaklar shunday demoqchi emasman, ammo jamiyatimizda shunday insonlarning borligi og'riqli masala. Erkak kishi so'zida turishi bilan qadrli. Masalan, men so'zida turmaydigan, ayollarni qadrlamaydigan va og'zidan yomon so'z chiqadigan erkaklarni qadrlamayman. So'kinilgan davraga qaytib bormayman va o'sha insondan uzoq yurishga harakat qilaman. Kimni haqoratlashidan qat'iy nazar, ayollar bunday so'zlarni eshitishga loyiq emas. 5 yil mobaynida oila qurishni taklif etgan insonlar juda ko'p bo'ldi. Sovchilar yuborishdi. Ammo yoshman, biroz karyera qilishim kerak deb takliflarni rad etdim. Oradan ko'p vaqt o'tmay yaratgan meni asradi degan xulosaga keldim. Orzuyimdagi inson albatta kelishi va biz baxtli oila bo'lishimizga ishonaman. U inson badavlat bo'lishi kerak, mahrga yelik berish kerak degan fikrda emasman. Bunday orzularga birgalikda ham erishsa bo'ladi. Muhimi, u inson meni tushunishi, qadrlashi va asrab-avaylashi kerak. Men erkinlikni sevaman. Model yoki aktrisa bo'lmasam ham sevimli mashg'ulotim bilan shug'ullanishim kerak. Tongda xotirjam uyg'onishim, nonushta qilishim, yaqin dugonalarim yoki ota-onam bilan ko'rishishim, sayohatlar qilishim kerak. Energiyaga boy insonman. Turmush o'rtog'im men bilan rivojlanishiga ishonaman.